Salam do'stlar, yaxshimsizlar? Hammanglar obdan turibsizlarmi? Tenanglarga saqliq, turmushinglarga avvalgideklar xotirjamlik va osoyishlik tilab, bugungi ovozliq sunumni ko'ngil araminglarga sunmoqchiman. Bugun davomli turda psixologiya fanlari doktori, to'y turmushi mutaxassisi So'ngjayu apandining Baxtlik to'y turmushi bilimlari nomli 30 soatlik darsininki 5-soatlik darsini diqqatingizga sunmoqchiman. Yoqtirib anglaysizlar. 5. dars. Erlar nima uchun shahvatparaz bo'ladi? Erlar nima uchun shahvatparaz bo'lib ketadi? Bu nihoyatda ma'nilik masala. Erlar bu so'zni anglasa kulib qo'yishi mumkin. Lekin ayol qarindoshlar anglab qolsa, o'xshash bo'lmagan hissiyotda bo'lishi yoki o'xshash bo'lmagan ko'z qarashda bo'lishi mumkin. Ba'zida balkim erlarning hammasininki shahvatparaz bo'lishdan gumonlanishi mumkin. Masalan, atrofidagi odamlarga qarab, shu er kishininki yaqindan buyon qaysi xil ish bilan ko'proq shug'ullanayotganligi, qaysi xil yo'lda bekrak qatarayotganligini bila olamiz. Erlar ko'pincha vaqtlarda oilasiga nihoyat yaxshi muomalada bo'ladi. Ayoliga nihoyat yaxshi muomala qildi. Do'stlariga bo'libmi, ayol do'stlariga nihoyat hurmat qiladi. Ozroqmi shahvatparaz emas. Bundaq deyish to'g'rimi? Chuqum xato emas. Lekin bundaq deyish bir taraflamilik. Ba'zi ayol do'stlar faqat erlarning shahvatparazlik qilmagan tarafini ko'rdi. Lekin uning qalbidagi haqiqiy o'yi, uning ichiga kirib chiqqan vaqtdagi uning haqiqiy maqsadi yoki uning yana bir tarafi sizning oldingizda aldirab ifodalanmaydi. Men mas'uliyatchanlik bilan ko'pchilik shuni ayta olaymanki, bo'libmi ayol do'stlarga shahvatparaz bo'lmagan erlar asosiy jihatdan mavjud emas. Bizda vatgan shahvatparazlik mohiyatdan kelgan. O bir xil fiziologik tug'ma qobiliyat bo'lib, axloq va ong bilan munosabatsiz. Hech qanday esil yoki salbiy ma'nodagi hissiyot tusini olmaydi. Agar qilmish axloq mezoni o'lchamidan eshib ketsa, u boshqa masala bo'lib, belgilik mas'uliyatni ustiga olishi lozim. Bu bizning bu yerdagi shahvatparazlik bilan o'xshamaydi. Shahvatparazlik garchi erlarningki pastkash hisoblanadigan qilmishi bo'lsa-mu, lekin hamma er shahvatparazlik sababidan masala chiqarmaydi. Erlar shahvatparaz bo'lsa-mu, lekin o'zininki shahvatini boshqaradigan karomati va iqtidorini hozirlagan bo'lsa, undaqda uni bir yaxshi er deyishga bo'ladi. Xo'sh, nima uchun erlarning shahvatparazligini bir xil mohiyat deymiz? Buni jinsiy fiziologiyasi va psixik ikki jihatdan erlarning jinsiy fiziologiyasi va jinsiy psixikasiga tushuntirish berishga to'g'ri keladi. Oldi bilan fiziologiya jihatdan qaraganda, odam urug' va tuxum birikkandan keyin ona tinninki balayotqusida paydo bo'ladi. Freud odamning jinsiy energiyasini libido deb atagan. Urug' bilan tuxum ayrim-ayrim holda er va ayolning jinsiy energiyasini qo'shuvchi. Xo'sh, undaq bo'lsa, hozir Freudning shu jinsiy energiyaga qo'ygan atalg'usi libido degan bir so'z chiqdi. Oldingi qitim men shu yana bir psixologiyaga munosabatli bir nopuzliq torbatda material ko'rib etib, shu libidoga munosabatli qisqa bir parchani o'qidim-da. Do'stlarga mushada bir tushuntirish berib o'tmoqchiman. Bugungi materiallarni aytib bag'inishlikka bu mazmun. Yana shu materialda aytilishicha, shu erlarningki bo'libmi, qoramiga yetgan, tinini aytib sog'lom bo'lgan bir erga nisbatan shu libidodan iborat, ya'ni shu jinsiy energiya aytib kuchli bo'ladi. Navada shu qoramiga yetgan sog'lom bir er kishi o'zininki zehniy quvvatini boshqa bir ishga, ya'ni shu kasb deymiz yoki bo'lmasa shu o'zininki hayotlik lavozimatliklarga qarta o'zining vaqtini tanishib, pul tepish, o'zininki kasbida muvaffaqiyat qozonish qatorliq mavzu sohaga diqqatini, o'zining energiyasini yo'tkizsa ham shu yerdagi jinsiy energiya hisoblangan shu libido erlarningki shu cho'ng mingisini kontrol qilib topdan chiqarib etadi. Ya bo'lmasa bu xil erlar asalla kayf sapa yo'liga bak o'zini urib etib, har xil turli tuman eziq turishlarga uchrab, kayf orqali o'zini tugashtirdi yoki bo'lmasa shu qalaymiqan jinsiy qilmish bilan shug'ullanib, o'zininki erlik iqtidorini ojizlashtirib, oxirida zaiflik girdobga berib qoldi. Shuning uchun ham bu yerda er do'stlarimizga deydiganimiz, shu o'zinglarningki, tininglarningki sog'lom vaqtida, badaninglarningki baquvvat vaqtida cho'qim o'zinglarningki zehniy quvvatini o'zinglar yaxshi ko'radigan kasbinglar
yoki bo'lmasa o'zinglarniki shu keyingi hayotida bir jafo tortib qolmaslik uchun seyriqtal kun kechirib qolmasliginglar uchun hozirgi shu sog'lom vaqtinglardan foydalanib ko'proq pul topadigan bir sohaga yo'tkib etishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bu yerdagi sizlarning zihninglar mushundaq bir muhim paytda o'zinglarning kasbiga yo'tkalmasa yoki sirtlarda shu to'g'ri yo'sinda pul topadigan bir muhim bir ishni qiladigan holatga yo'tkalmasa, sizlarniki shu cho'ng miyanglarni kontrol qilib, shu libido, ya'ni jinsiy energiya cho'ng miyani kontrol qilib, topdan chiqarib etish girdobiga olib qo'ydi sizlarni. Shuning uchun vaqtida shu jinsiy energiyamizni o'zimizningki qilayotgan kasbiga bakrak beg'ishlasak, libidoninki shu bizga ta'sir ko'rsatadigan, bizningki shu cho'ng miyamizni kontrol qiladigan vaqtini barbara azlatsak, menimcha bizningki kasbda muvaffaqiyat qozonish nisbatimiz nihoyatda yuqori bo'ldi. Qalaymiqan xiyoldan yer bo'lamiz, ishlarimizda barakat bo'ldi demoqchi. Xo'sh, undaq bo'lsa shu libido to'g'risida do'stlarga azroq bir qistirma tushuncha berib o'tdim. Endi bu yerda urug' bilan tuxum ayrim-ayrim holda er va ayolning jinsiy energiyasini to'shug'ichi. Biz biologiya kitoblarimizda to'liq o'tirlarda, to'liqsizlarda biz bu to'g'risida aytdi. Mukammal darslarni anglagan, bu to'g'risida azdir ko'pdir savodlarga ega. Endi ko'pchilik erlarningki bir qitimda hosil bo'lgan urug' sonininki qancha ekanligini bilamsizlar. Normal quramga yetgan erlarningki bir qitimda hosil bo'lgan urug' soni necha 100 millionga yetadi. Ayollarchi, ayollarning bir qitimda hosil bo'lgan tuxumi odatda faqat birli bo'ladi. Erlarningki, ya'ni quramga yetgan erlarning bir qitimda hosil bo'lgan urug' soni necha 100 millionga yetadi. Ayollarchi deganda, ayollarning bir qitimda hosil bo'lgan tuxumi odatda faqat va faqat birli bo'ladi. Undaqda erlarningki spermisi qanchalik vaqtda yetilib bo'ladi. Sog'lom erlarningki spermisi odatda bir necha soat shakllandi. Yesh cho'ngroq, badan ahvoli nacharroq erlarmi 1-2 kunda obdaroq uzuqlansa, asli holatiga qayta oladi. Ayollarningki tuxumining shakllanish davri bir oy bo'lib, ayollar har oyda bir qitim tuxum chiqardi. Mana bu er ayollarningki jinsiy energiya qo'shuvchilarininki son va surat jihatdagi farqidir. Biz yana erlarningki spermisi bilan ayollarning tuxumining qanday shaklda qo'yib berilganligini ko'pchilikka so'zlab beraylik. Erlarningki spermisi jinsiy turmush orqali qo'yib berildi. Ayollarning tuxumi bilib bilmay o'zligidan qo'yib berildi. 2 qitimliq odat kelish o'tirisida bir qancha kun tuxum chiqarish mazgili bo'ladi. Bu bir necha kunda ayollarda ma'lum darajada fiziologik inkas paydo bo'ladi. Ammo ancha ro'shan bo'lmaydi. Tuxum mushu mazgilda bilib bilmay badan sirtiga chiqarib etildi. Yuqorqi bir qancha jihatdagi fiziologik farqdan shuni ko'rib olish tas emaski, erlarningki jinsiy quvvati cho'qim jinsiy ong va jinsiy g'idiqlanishninki turtkisida qo'yib berilishi lozim. Bu jarayon nihoyat ro'shan. Uning ustiga erlarning nihoyatda hayajonli soldigan omillarni aytib ko'p. Shunlashqa jazbidor chiroyli yotchinislarga yo'liqqanda erlarningki hayajonlanishi sirtqa oshkorlandi. Doim ixtiyorsiz holda ifodalanib chiqdi. Bu xil ifodada hamisha kuchli subyektivchanlik bo'ladi. Ayollar bo'lsa o'xshamaydi. Ayollarning jinsiy energiyasini chiqarish uchun jinsiyatga tayanmasmi bo'ladi. Chunki u tabiiy qo'yib berildi. Albatta ayollar jinsiy turmushga muhtoj emas deganlik emas, balki ayollarning jinsiy istiki erlarga butunlay o'xshamaydi. Erlarning jinsiyati ko'zni yumib ochquchi bo'ladi. Faqat g'idiqlansalar darhol inkas qaytardi. Lekin ayollarningki jinsiyat inkasi cho'qim hissiyot, illiq, muhit, ishonch, kuyinish qatorlarningki moslashishidan keladi. Bundaq bo'lmaydi ekan, ayollarningki jinsiyat inkasi yaxshi bo'lmaydi. Hatto bezorlik paydo bo'ladi. Psixik qatlamidan qaraganda erlar yotchinisqa bo'lib o'sin jamoli ba yotchinisqa yo'liqqanda birinchi inkasi yanada jinsiyat. Bu nuqtani biz har qanday zamon makonda nazardan saqit qilolmaymiz. Erlar ko'z oldidagi yotchinislarni cho'rdigan holda o'zining jinsiyat mazmuni, jinsiyat tusini ko'proq o'ylaydi. Masalan, uning teni, shaxsiy sir qatorliqlar. Erlarningki bu xil psixikasi umumiyligiga. Faqat ular osonlikcha eg'iz ochmaydi xolos. Chunki buning daxil tarz yetkazish xususiyati bor. Erlar agar o'zininki shahvatparastlik ko'zlari bilan ko'z oldidagi yotchinislardan huzurlansa, ular ro'shan holda his qila oladi va uningga dimig'ida kulib qo'yishi mumkin. Tarbiya ko'rgan erlar ko'ngildagi bu xil o'y fikrni ifodalamaydi. Shundaqla ayollarga uch oshkora shahvatparastlik ko'zi bilan qarab huzurlanmaydi. Lekin bu uning undaq psixikasiniki yo'qligiga vakillik qilolmaydi. U faqat uni ko'ngilda saqlab, sirtiga chiqolmaydi xolos.
Erlarninki jinsiy eni ko'rish sezimidan paydo bo'ladi. Faqat go'zal, latofatli ayollarni ko'rsa, ular ko'rish sezgusi keltirib chiqargan xiyollarni to'sishga amalsiz qoladi. Bu ayollarga butunlay o'xshamaydi. Ayollar kelishga yachinislarni ko'rganda oldi bilan jinsiyatni o'ylamaydi, chunki ularning jinsiy psixikasi ko'rish sezimining paydo bo'lishi va ilgari surishiga tayanmaydi. Muhabbat, hissiyot, ishonch, yaxshi ko'rish, o'zrinlish, bexatarlik, hurmat qilish, muhit qatorliq ko'p xil omillarga tayanib ilgari suradi. Ayollar erlarni ko'riblar, jinsiyatni o'ylamaydi. Bu dal ayollarning farqi. Erlar yaxshi ko'radigan yetchiniz yo'liqqanda shahvatparazlik, shahvat yoki shahvat istigi paydo bo'ladi. Erlar buningga parvo qilmaydi. Hargizmi bu yetchiniz nisbatan bir xil daxil tariz qilganlik deb qaramaydi. Hatto bir xil ziyonkashlik deb qaramaydi. Dal buning aksicha erlar buni bir xil muhabbat, qarshi tarafga bo'lgan yaxshilik hatto sadiqa deb qaraydi. Masalan, to'y qilgan nurg'un erlar o'zining ayol xizmatdoshlari, qiz saboqdoshlari, ayol qo'shnilar hatto qo'l ostirikinlari, ayol yollanma xodimlari o'zidan kichik ayol qatorliqlarni yaxshi ko'radi. Ular bu xil yaxshi ko'rishni muvofiq emas deb qaramaydi. Texmi muhimi bu xil yaxshi ko'rishni to'liq namoyon qiladi. Masalan, pul xashlash, qimmatli sovg'a berish, boshqalar talab qilmagan yordam bilan ta'minlash qatorliqlar. Ularning maqsadi bir tarafdan qarshi tarafniki ishonchi va yaxshi ko'rishiga erishish, yana bir tarafdan qarshi tarafga bishorat berish. Qarshi taraf uning bir qator yaxshi niyatini qabul qilgandan keyin uning shahvatparazligi yoki shahvat istigi ustunlikni egallab fursat tepib ifodalaydi. Bu dal erlarning shahvatparazlik qonuniyati. Ayollar erlarning shahvatparazlik qonuniyatini butunlay tushunmaydi. Odatni qabul qilolmaydi. Albatta qabul qilganlarmi bor. Masalan, ayollarning o'zining to'y turmushida masala va yoki tahdid silish, ozdirish qatorliqlarga uchragan. Odatda nuqsonsiz tuxumga chivin qo'nmas deymiz. Bu demakki qo'laq yoqmaydi, lekin amaliyotda ma'nosi shunday aniq. Ya'ni ularning aslida hissiyotdagi to'y psixik jihatda kamchilik bo'lg'achqa erlarning damiga tushib qoladi. Hamda uchiqini qilib aytganda erlar ma'lum bir ayoldan zo'qlansa yoki uni yaxshi ko'rsa, qarshi tarafning tashqi qiyofati va badan haqida nurg'unlagan tasavvurlarni qanot yaydira oladi. Bu nurg'un erlarning bir cho'ng havisi. Erlar cho'qim ro'yoltini tanshab, sog'lom, illiq bo'lgan ichki jins aloqani turg'izib, ko'proq harakat qilib, ko'proq kitob o'qib, aktiv, sog'lom, uchiq kishilar bilan ko'proq aloqa qilib, har xil sog'lom bo'lmagan aloqa muhitidan yiroq turishi lozim. Mol turi bilan odam xil bilan ayrildi. Faqat o'zini aktiv quyosh nuri muhitiga qo'yganda erlarningki aktiv energiyasi to'liq ta'minotga erisha oladi. Xo'sh do'stlar, bugun biz endi sal sezgirak bo'lgan bir temada do'stlar bilan fikr o'rtoqligi hosil qildik. Endi biz nayt uzoq mezgillardan buyon shu satturamo hadisha buzilib ketamo degan ko'z qarashning ta'sirida shu kichigimizdan o'sib yetilib ta hozirgacha bo'lgan hayotlik musobimizda bizga asosiyatdan shu jinsiyat tarbiyasi beradigan odamlarmi yo'q deyarlik. Ya'ni satturamo men uning otasi tutsam, men uning onasi tutsam degandek o'y xiyollar orqali aldirab kichik bolalarga bo'lib shu Qur'onga yetgan bolalarga bu to'g'risida bo'lib shu jinsiyat tarbiyasi to'g'risida asosan tarbiya berilmaydi. Hamda bugungi shu 5-soatlik darsda erlarning nima uchun shahvatparaz bo'lganligi to'g'risida xila tetimliq ilmiy mazmunlar diqqatingizga sunildi deb o'ylayman. Hamda turmushdagi nurg'unlagan masalalar, nurg'un ko'ngilsizliklar biz shunday ochiq deyishga petlanmaganligimiz uchun texmi cho'ng yo'q, oxirsida yig'ishtirib olib bo'lmaydigan bir xatarlik bosqichga berib qoladi. Hamda biz shu jinsiyat masalasini o'zimizni qancha qochirsak, sattirdi, padishab buzildi. Qandaq deymiz bu gapni deb mushtaq o'zimizni qochirgan sira bu masala cho'ngib bizningki beshimizga balo bo'ladi-chu vaqt kelganda. Hamda shundaq ba'zi konkret masalalarni mushtaq ochiq oshkora deyalgan vaqtimizda, ochiq oshkora fikr almashtiradigan vaqtimizda andin bizningki ba'zi masalalarni sattiramo deb o'ylab yushirib kelgan masalalarimizni hal qilishimiz osonga to'xtaydi. Hamda erlar cho'qim ayollarni tushunishi lozim. Ayollarning ham xarakter jihatdagi alayligini tushunib qolma, yana ba'zi shu fiziologik jihatdagi ba'zi alayligini tushunishga muhtoj bo'ladi. Buni yaxshi tushungan vaqtda andan keyin ayol kishini qanday hurmatlash, ayollar bilan qanday yaxshi o'tish jihatda xil obdan ijtimoiy bilimga ega bo'la oladi. Hamda ayollarmi dal erlar o'zini tushungandek erlarningki shu
xarakter jihatdagi alayligini tushungandan boshqa yana shu fiziologik jihatdagi ba'zi shundaq alayliklarni, xarakterlarni bilib olishi to'limi zarur. Yani muşlarını bilgen vaqtda anandan keyin biz kallamızda shakllangan nurg'unlagan nemishqa shundaq qoladi. Nemishqa shundaq men bilan birga manganda ko'chadagi ayollarga qaraydi. Nemishqa menga sodiq bo'lmaydi, nemishqa? Hadislar undilarda boshqa ayollar bilan paranglashadi degandek, mana shundaq bizningki ko'nglimizni parakanda qilib atgan, turmushimizni sarasimga silib atgan mana shundaq konkret savollarga javobini bila olamiz. Abaytın şu mazmunun beşide bir cinsi energiya to'g'risida azroq bir muhokama etib qolgandik. Yana şu erlarninki jinsiy energiyasininki ayollar qaragan vaqtning o'zida bir qadar kuchli bo'lganligini. Shundaqla bir Qur'onga yetgan er kishi, sog'lom bir er kishi o'zininki shu sog'lom vaqtida, dinininki nihoyat baquvvat vaqtida bizning shu libidodan iborat shu jinsiy energiyasini o'zining kasbiga pul topadigan, keyingi hayotlik lavozimatliklar uchun oldin tayyorlik qiladigan bir sohaga yo'tkib etmasa, bu libidodan iborat bu jinsiy energiya erlarninki shu cho'ng'asini kadin chiqardi. Yana shu qalaymaqan xiyollarga boshlaydi, erlarni shahvatparastlik undaydi. Andan keyin ba'zi erlar kayf sapaga bak berilib o'zini tugashtirib oldi. Hamda bugun do'stlarimizga xila kang kushada turmushimizdan aytdi asqatadigan nurg'un vaqtlarda deyishdan, eg'iz ichishdan qochadigan ba'zi sazgurrak masalalar to'g'risida fikrlashib qoldik. Do'stlarimizning to'g'ri tushunish asosida, to'g'ri yo'sinda bugungi mazmunni qabul qilishini tavsiya qilib, bugungi mazmunni mushada oxirlashtirman. Agar bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsanglar, ehtiyojli do'stlarga tavsiya qilib qo'yishni unutib qolmaysizlar. Hamda mushundaq ilmiyligi yuqori bo'lgan mazmunlar texnik ko'p kishilarga tarqalsa, texnik ko'p qarindoshlarimiz mushtaq yaxshi mazmunlarni anglab, ba'zi masalalarni tushunsa, bizmi sizlar uchun qilayotgan xizmatimizdan har vaqt suyunimiz albatta. Undaq bo'lsa, ayatlikka So'njoy apandimniki shu baxtlik to'y turmushi bilimlar nomli 30 soatlik darsininki 6-soatlik darsi davomli turda diqqatingizga sunildi. Undaq bo'lsa, ayatda sirdoshqicha omon eson bo'lgaysizlar.